Poytaxtimiz markazidagi katta maydonda O'zbekiston Milliy kutubxonasi oldida tiklangan gullar saltanati bu yil ham xalqimiz va yurtimiz mehmonlarini qarshi olmoqda. An'anaviy tarzda tashkil etilgan gullar festivali nafaqat Toshkentning turistik salohiyatini oshirishga, balki jahon madaniyati va an'analarni namoyish qilishga ham katta hissa qo'shadi. Bu yerda Mustaqillik monumentidan tortib turli jonivorlar, retro avtomobillar va hatto 18 metrli samolyot ham gullarga burkangan bo'lib, festivalda 2,5 milliondan ortiq gul, butalar va dekorativ landshaftlardan foydalanilgan. Mazkur tadbirdan maqsad jamoatchilik e'tiborini ekologik tarbiya, tabiatni muhofaza qilish, yoshlarda ekologik ongni shakllantirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirishga qaratilgan. Bizni O'zbekistonimizga bayramlar yarashadi. Chunki odamlari fe'li keng, bag'ri keng insonlar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, hamma fuqarolar oilaviy aylanib yurishibdi. Hammada bayramona kayfiyat, bayram shukuhi, nevaralar bilan kelganmiz. Xalqimizni baxtli bo'lish uchun hamma narsa qilyapti. Tashkilotchilarimizga katta rahmat. Ichki ishlar xodimlariga avvalo eng katta rahmatlarimizni aytamiz. Mana bizni tinchligimizni, xalq tinchligini o'ylab, bizning xavfsizligimizni o'ylab shunchalik mana ertaga kech tinmasdan, issiq demasdan xizmatda turishibdi. Mingdan-ming rahmat. Sizlarga katta hurmat qilamiz. Rahmat sizlarga. Gullar festivali davomida fuqarolar hamda poytaxtga tashrif buyurgan mehmonlarning ko'ngildagidek hordiq chiqarishlari, ularning xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining sohaviy xizmat xodimlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorlikda uzluksiz xizmat olib borishmoqda. Gullar festivali nafaqat go'zal manzara, balki oilaviy hordiq va maroqli dam olish uchun ajoyib imkoniyatdir.